qo'ng'iroqlar tashkil etishni ko'rsatmoqchiman. Ro'yxatga kirganimizdan so'ng asosiy sahifasining chap tarafida avtoqo'ng'iroqlar tugmasi bor. Uni bosganimizda avtoqo'ng'iroqlar jadvaliga o'tamiz. Bunda yaratish tugmasi bor, ya'ni avtoqo'ng'iroq qoidasini yaratish kerak bo'ladi tashkillashtirish uchun. Uni bossak, alohida buni yaratish uchun mo'ljallangan ma'lumotlar kiritish oynasiga kiramiz. Demak, bu yerda nom beramiz. Qo'ng'iroqqa bilan bo'lash, masalan, qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilishni tanlaymiz, ya'ni tizimda siz oldindan shahar raqamiga ulangan bo'lishingiz kerak. Bir vaqtda avtoqo'ng'iroq tashkil etilganda bir vaqtda necha suhbat bo'lishini tanlaymiz, ya'ni bitta, ikkita va nechtaligini tanlaymiz. Qaysi kunlarda qo'ng'iroqlar amalga oshirilishini tanlaymiz, ya'ni masalan ertaga tashkillashtirishim kerak bo'lsa, men ertangi kunni tanlayman. Ertangi kun davomida amalga oshirish uchun so'ngini ham shu kunni ko'rsataman. Agar bir necha kunlik bo'lsa, o'sha kunning oxirgi kunini ko'rsatish kerak bo'ladi. Qaysi vaqt oralig'ida qo'ng'iroq qilishligini ko'rsatish kerak endi bu joyda, ya'ni masalan mijozlar kechqurun uxlayotganda qo'ng'iroq qilib bezovta qilmasligi uchun biz masalan soat 10:00 dan nonushta qilishga ulgurishsin, masalan 19 gacha qo'ng'iroq qilishga ruxsat beramiz tizimga. Bu vaqt va sanalar qaysi vaqt zonasiga mosligini tanlash mumkin. Agar odatda u O'zbekiston vaqti bilan amalga oshiriladi, agar boshqa davlatning vaqti kerak bo'lsa, uni tanlash mumkin bo'ladi. Endi qo'ng'iroq qilib gaplashilgandan so'ng qancha vaqt, qancha soniya gaplashilganda qo'ng'iroq muvaffaqiyatli hisoblanishini vaqtini tanlaymiz. Soniyalarda, ya'ni 5 soniya eshitdimi, demak siz uchun agar muvaffaqiyatli hisoblansa 5 soniya qoldiramiz. Agar yo'q, siz uchun 10 soniya eshitilishi kerak bo'lsa, demak 10 soniya tanlaymiz va qo'ng'iroq muvaffaqiyatli hisoblanadi deb qaytib bu mijozga qo'ng'iroq bo'lmaydi. Mana bu urinishlar soni esa kakrastki aynan mana shu muvaffaqiyatsizlik holatiki yuzaga kelganda, ya'ni ko'tarmadi yoki band edi, gaplashilayotgan paytida u vaqtincha to'xtatib turadi va qayta urinib ko'radi. Agar shuni 2, 3 bir necha songa bersak, agar kiritsak, shuncha marta urinib ko'radi. Masalan 3 qo'ysak, agar 3 marta urinishda ham qo'ng'iroq amalga oshirilmasa, muvaffaqiyatli hisoblanmaydi va shunday saqlanadi. Endi shundan so'ng bu parametrlar asosida kimlarga qo'ng'iroq qilishni tanlashimiz kerak, ya'niki CSV formatda fayl bo'lishi kerak. Mana bu ko'rinishda taxminiy shablon faylni mana bu yuklama orqali yuklab olsa bo'ladi. Masalan yuklab olamiz, mana yukladik, yuklagan faylimizni ochamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan raqamlarni mana shu formatda har bir qatorda alohida mijozning ismi va raqamini kiritamiz. Ya'niki bu yerda O'zbekistonning hozirgi yangi formati 9 raqamli formatda, yo bo'lmasa butun jahon formati, telefonlar formatida kiritish mumkin. Demak, ism familiya oldin keladi, nuqtali virgul va telefon raqamini kiritish kerak. Shundan so'ng buni demak masalan mana o'zgartirish kiritdim deylik va saqlaymiz hamda yopamiz. Saqlangan mana faylni endi biz bilamiz qayerdaligini, uni yuklab tizimga mana bu qoida yaratish oynasida ko'rsatamiz va yuklaymiz. Mana yuklangandan so'ng shu ishtirokchilar ro'yxati turadi va shu ishtirokchilar ro'yxati qo'ng'iroq bo'lganda tizim nima qilish kerakligini tanlaymiz. Ya'ni mijoz qo'ng'iroqqa javob berdi. Demak, unga hozir mana masalan bizda
audio faylimiz bor, o'shani eshittirishimiz kerak. Uni audio bo'limini tanlaymizda, u yerda demak shu eshitish kerak bo'lgan audio faylni mp3 formatida biriktiramiz va saqlaymiz. Saqlangandan so'ng mana qoida yaratildi. Bu yerda ham ko'rsa bo'ladi nomini, qaysi vaqtlarda va qaysi sanalarda amalga oshirilishini, qaysi tashqi shahar liniyasidan qo'ng'iroq bo'lishini ko'rsa bo'ladi, holatini ko'rsa bo'ladi, qo'ng'iroqlar har bitta mijozdagi sonini ko'rsa bo'ladi, demak va boshqa parametrlarni hamda audioni eshitib ko'rsa bo'ladi, to'g'ri biriktirilganligiga ishonch hosil qilish uchun. Shundan so'ng agar hammasi joyida bo'lsa, odatda yaratishingiz bilan qoida pauza holatida, ya'ni to'xtatilgan holatda yaratiladi, uni ishga tushirish kerak bo'ladi. Ya'ni boshlash degan tugmamiz bor, uning 3 nuqtali menyusida va uni bosganimizda mana xabar beradi boshlanganlik haqida. Va mana ishga tushganlik holati ham paydo bo'ladi. Agar nomini bosib yo shu qatorni 2 marta bosgan holatda ichiga kirsak, ya'ni ma'lumotlarni to'liq ko'rmoqchi bo'lsak, bu yerda yangi bu qo'ng'iroq qoidasini amalga oshirish holatini ko'rsak bo'ladi. Ya'niki va boshqa tugmalar ham bor. Demak, qaytib qo'ng'iroq qilish mumkin, holatlarni yangilash mumkin, to'xtatish yoki qayta boshlash mumkin. Vaqtlarini ko'rsa bo'ladi, sonlarini va audioni eshitib ko'rsa bo'ladi. Hamda har bitta ishtirokchi, har bitta eshituvchi ro'yxatini ham uni holati bilan ko'rsa bo'ladi. Eslatib o'tamiz, tarif bo'yicha avtoqo'ng'iroq har biri 100 so'm, lekin har bitta muvaffaqiyatli urinish esa 20 so'mni tashkil etadi. Va masalan siz har bitta ishtirokchi uchun urinishni 3 marta ko'rsatgan bo'lsangiz, u 3 marta urinish bo'ladi. Agar 3 martada ham muvaffaqiyatsiz bo'lsa 60 so'm yoziladi bu ishtirokchi uchun. Agar muvaffaqiyatli esa faqat 100 so'm yoziladi xolos. Shu e'tiboringiz uchun rahmat.